Top 5 eng ko'p operatsiya qilingan sportchilar. Millioner sportchilarni ko'rib havas qilasizmi? Lekin ular necha marta pichoq ostiga yotganini bilasizmi? Birinchi o'rin Conor McGregor. Eng ko'p singan sportchi. Oyog'ini jangda sindirib, metall plastinka bilan yuradi. 3 marta suyakni yig'ib tiklashgan va u hali ham jang qiladi. Ikkinchi sportchi Zlatan Ibrahimovic. Zlatan 40 yoshida ham futbol o'ynadi. Uning tizzasi 2 marta operatsiya qilingan. 1 yilda 278 kun og'riq bilan yurgan. Uning so'zlari: "Men odam emasman, men mashina." 3-o'rindagi sportchi Neymar. Neymar so'nggi 6 yilda 15 ta jiddiy jarohat olgan. 4 tasi operatsiya bilan yakunlangan. To'piq, son, boldir va tizzadagi muammolar uni necha marta o'yindan chetda qoldirgan. 4-o'rindagi sportchi Tiger Woods. Golf oson sport turi deb o'ylaganmidingiz? Tiger Woods hayotida 10 dan ortiq operatsiya o'tkazgan. 2 marta tizzasi, 5 marta bel umurtqasi va yana boshqa bo'g'imlar. 5-o'rindagi sportchi Paul George. Uning oyog'i jamoaviy o'yinda sinib ketgan. Shu o'yinning videosi millionlab prosmotr yig'gan. Operatsiyadan so'ng 8 oyda tiklanib, NBA ga qaytdi. Shon-shuhrat orqasida og'riq, plastinka va chuqur charchoq turadi. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Bu shunchaki sport emas, bu hayotning narxi.